Kardeşliğimizin tamamı hürmetli vatandaş. Ya ki Xi Jinping kapitalizmden temine ya ki kapitalizmden temine az dola tetip bakkan Cumhurlukla baş götürüp Cumhur Kompartiyasının siyasi hakimiyetini ağdırıp taşlışını kütüp duruş gerek. Xi Jinping ya ki kapitalizmden temine az dola tetip bakkan Cumhurlukla baş götürüp Cumhur Kompartiyasının siyasi hakimiyetini ağdırıp taşlışını kütüp duruşu gerek. Argentina'da asırlık söhbet ötküzülgenden keyin Cumhur Kompartiyası tunji qitim özünün hayati ahırlaşıdığan jaryanga intayin qimmatga to'xtagan ahırkı sandın sanaq sanaydıgan 10 kişiyeni turg'izib chiqdi. Dikkat bu hüküm şekillik cümleyken cümle vatandaş dikkat. Argentina'da asırlık söhbet ötküzülgenden keyin Cumhur Kompartiyası tunji qitim özünün hayati ahırlaşıdığan jaryanga intayin qimmatga to'xtagan ahırkı sandın sanaq sanaydıgan 10 kişiyeni qurup chiqdi. Bütün dünya Prezident Trump'ның mehribanlığını görüp yetti. Amerika bu devletning keng qursaqlığını görüp yetti. O'xshashi Jungo bu devletning qiyin ahvolga tushib qolganligini görüp yetti. Vatandaş, biz sizlarga leksiya so'zlagan nima dedik? Atdan tushsan, tushadigan vaqt keldi. Atdan tushib uzangida to'xtab qolishga bo'lmaydi. Bunda vaqt yo'q. Biroqla atdan tushsan deb biz sizlarga leksiya so'zlagan edik. Hozir nima deyotdik? Atdan tushsan, uzangidan tushsan degan edik. Lekin sana biz 90 kunlik mühlet berdik. Vaqtga ciddi vaqt, ciddi makon, endi bu yer o'zgarib, biz sana 90 kunlik vaqt berdik. 90 kun ichida biz qilasan degan ishni qilasan. Bu amaliyotda Amerika Qo'shma Shtatlarining keng qo'rsaqligi, Prezident Trumpning mehribanligi. Dünya bunu ko'rib yetti deydi maqolada. Qalam davlatgacha, ya'ni shu maqolani yozgan Sheytian xeli mundaq deydi. Xeli burunla muxbirning ziyoratiga shundaq degan edi. Argentina söhbetidan keyin Cumhur Kompartiyasining ichki qismida ichki kurash kaskinlashidi. Cumhur Kompartiyasining ichki qismida solchilar, mutahassiblar, ko'nillikni qo'g'dug'ichilar, Xi Jinpingga qarshi turg'uchilar, xon qarzga bo'g'ilganlar, har xil kuchlar Argentina söhbetidan qattiq g'azablanib, bu suhbatni vatan sotqanlik, eg'ir badal to'lab yo'l qo'yganlik deb hisoblab, Xi Jinpingga siyosiy jihatda qiyinchilik paydo qildi. Jumhurning ichki qismida ba'zi tahlilchilar mundaq hisobladi. Prezident Trumpning savdo urush qo'zg'alganligi junqirqishni maqsad qiladi. Bundaq ko'z qarashlar Prezident Trumpning siyosiy irodasi va ulug'vor nishonini kam mo'ljallanganlik bo'lib hisoblanadi. Agar junqirqishni maqsad qilgan bo'lsa, Prezident Trump Rais Xi Jinpingning 1 trillion 200 milliard dollar qimmatida Amerikadan mal setib olish to'g'risida bergan va'dasidan qanoat hosil qilgan bo'ladi. Qanoat hosil qilgan bo'ladi. Lekin Prezident Trump bundan qanoat hosil qilmadi. Rais Xi Jinping 1 trillion 200 milliard dollar hajlab 90 kunlik mühlet setib oldi. Prezident Trumpning eng oxirgi maqsadi nima? Eng oxirgi maqsadi nishoni Cumhur Kompartiyasining savdo qurilmasini o'zgartirishga majburlab, iqtisod qurilmasini o'zgartirishga majburlab, hatto siyosat qurilmasini o'zgartirishga majburlab, Cumhurda o'zil-kesil o'zgarish
hasıl kılıştan ibaret. Vatandaşım, bana bu yadrosu makalenin merkezi iddiası. Başta bir cümlede, iki cümlede oturup koyuldu. Hem de en ahırda merkezi iddia bana şuna koyuldu. Yani bir tekrarlap okup geçiren beni. Prezident Trump'ın en ahırki maksidi ne? En ahırki maksidi nişanı. Çünkü Kompartiyasının soda kurulmasını özgertişke mecburlar. İktisat kurulmasını özgertişke mecburlar. Hatta siyaset kurulmasını özgertişke mecburlar. Cungo'da uzul güzel özgürüş hasıl kılıştan ibaret. Bir yerde siyaset kurulması degende ameliyette memuri teşkili kurulma. Kompartiyanın teşkilat bölümü dediğin bölümleri var hem de bir yerde. Ama bu kadar partiyanın içindeki teşkilat bölümleri ya ki memuri emeldarların ordu hükümet tahsilini bekar kılış ve özgertişlemez. Bunun içinde Halk Cumhuriyeti kançı ölçüge tahsis kılındı. Abdunum Rahim degen neyme? Abdunum Rahim kimler, kaysi milletlerge verilgen? Endi bu meselede qanday özgürlüş hasıl kılımız? Hemmisi bu şunun içinde. Bu şunun işçinin hürmetli vatandaş. Şunda kılgandılar andın Amerika Qo'shma Shtatlarının maqsadiga yetken buludu. Soda tamponlığı hükümet sodagarlaşmaydigan vaziyat o'tirg'i chiqdi. Texnika uğurlaşgan yolları etildi. Çünkü Amerika soda urushi vaqtli to'xtadi emas. Soda urushining ko'lamini vaqtincha kengaytirib etmaslik. Urush o'tining haroratini, ya'ni soda urush o'tining haroratini vaqtincha o'rlitib etmaslik. Tuvan haroratli soda urushi holatida saqlab qolish edi. Çünkü Kompartiyasi 90 kunlik muhlat setib olish puristiga girishgan bo'lsa-mu, çünkü Kompartiyasi 1 trilyon 200 milyard dollar hajlab qo'lga keltirgan 90 kunlik muhlatni inchga tahlil qiladigan bo'lsa, bu demak askarlar aram elivilish planidir. Xitoyning bir chingisi turaqli iborasi borkan, tarjima qilsak so'zmasa shunday bo'ldi, askarlar aram elivilish planidir. Uyg'urning adabiy tili bilan tarjima qilinganda bu o'zini o'ngishib bilish yelisi deganlikdir. O'zini o'ngishib bilish yelisi deganlikdir. O'zini o'ngishib bilish yelisi qarshi tarafning hujum qilishini asıl etish yelisi deganlikdir. Vaqtni kechiktirish, anda yana boshqa chora o'ylab tepish deganlikdir. Shuning uchun deymizki, o'zini o'ngishib bilish yelisining bu yerda oshkorligini, çünkü Kompartiyasi hozirgacha aslo bir chora topolmadi deganlikdir. 90 kundan keyin Jungoning qabohatli tushi texmo yomonlashidir. İşlep çıkarış liniyasi, ta'minlash liniyasi Jungodan davlatning sirtiga yetkazildi. Bu işlep çıkarış liniyasi deganda chet el kapitali, chet el şirket ve korxonachilar Jungoga kirdi, zavodlarni qurdi, ishlab chiqadi. Bu işlep çıkarış liniyasi deb ataladi. Endi bu Jungoda ishlangan chet el şirketlarining tovar mollarini yana chet davlatlarga eksport qilish kerak. Bu ta'minlash liniyasi deb ataladi. Endi nima deydi? Yani 90 kundan keyin Jungoning qabohatli tushi texmo yomonlashidir. İşlep çıkarış liniyasi, ta'minlash liniyasi Jungodan davlatning sirtiga yetkazildi. Vyetnam, Kambodsjaga yetkazilish qadimiy tezlashida. Davomini anglaysiz, hurmatli vatandosh.